Pyotr aka internetda mana bunaqa parashok bor ekan, uni daraxtlarga sepib sug'orsa 2-3 oyda yam-yashil bo'lib, katta bo'lib ketar ekan. Shunaqa narsa bormi? Yo'q, aka, bularga ishonavermang. Bu bo'lmagan gap. Chunki hamma narsa o'ziga yarasha muddati bor va effekti bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan arzon deb ko'rsatilgan. Bu marketingning o'zi. Odamlar arzon narsani yoqtirishadi. O'shaning uchun birdaniga nima ekan, qani men sepsam, keyin dangasalar ko'p. Ular hech narsa qilgisi kelmaydi, shunda parashok sepib qo'yadi, daraxt ham yashil bo'ladi. Yo'q, har bir bog', har bir uchastkadagi mehnat bu katta mehnat. Bunga vaqt kerak, bunga muddat kerak. O'shaning uchun sifatli narsa birinchidan arzon bo'lmaydi, ikkinchidan tez natijani ko'rsatmaydi. Hamma narsani kutish kerak. Misol uchun oddiy bola ham tug'ilgandan keyin biz birdaniga unga ko'p ovqat bermaymiz, har xil ovqat bermaymiz, osh bermaymiz. Vaqt kelganda 18 yil ichida voyaga yetadi. Daraxt, butalar, o'simliklar, gullar ham xuddi shunday. Nimanidir muddati qisqaroq, nimanidir muddati uzoqroq. Yana bitta narsa bor. Siz foydani o'rniga nabarot bir zarar yetkazishingiz mumkin. Va keyin bu zararni chiqarish уже pulga ham aylanadi, vaqtga ham aylanadi. Daraxtlarni ham o'ldirib qo'yasiz. O'shaning uchun ehtiyot bo'ling. Tushunarli. Demak, bilib bilmasdan hamma narsani daraxtga sepib turish tavsiya qilinmaydi. O'simliklarga doir nima maslahat kerak bo'lsa, Pyotr akaga murojaat qilishingiz mumkin. Marhamat, bemalol jon deb yordam beraman.